Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Agroto Holdingsda ashaddiy obunachilari. Bugun Agroto Holdingsda yana yangi bomba yangiliklar. Bu safargi puluklarimiz o'zgacha qiyofada, mana taroqli Jewel tipiga o'xshab ketadigan ana mini traktorlarimiz uchun, undan tashqari mana katta traktorlarimiz uchun 4 korpus, 5 korpus, даже 6 korpusli puluklarni ham olib kelib qo'yganmiz do'stlar. Mana boshlaylik. Ko'pchilik eng ko'p ishlatiladigan pered plujniklarigacha bor do'stlar. Atvali 50lik yerni jonini olib mazaq foydasi bo'ladigan 4 korpusli aylana оборотный puluk. Og'irligi 1 tonna 200 kilogramm, 140-60 dan traktorlar bemalol buni maza qilib yursa bo'ladi. Ramalariga garantiyalar beramiz do'stlar. Mana ko'ryapsizlarmi? Yangilik faqat sizlarga Agroto Holdingsda bo'ladi. Buni 0% lizing asosida ham xarid qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari mana 5 korpusligimiz bor. 1,5 tonna og'irligi Zahvatni ko'ryapsizlarmi? Bu endi 140, 150, ya'ni 170-60 dan baland traktorlar uchun juda mos tanlov. Mana ko'pchilikda 160 kuchlik bor, 110, 120. Mana aylanma, atvallari ham o'ziga yarasha mana 35 gacha, undan ham ziyodroq chiqishi mumkin. Aylanma pulkni olib maza qilib ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari mana minilari kelgan do'stlar. Ballonlarigacha bor, mana ko'ryapsizlarmi? Qo'shimcha ballonlarigacha bor. Undan tashqari bizda mana klassik xohlaganlar uchun klassik pulklarimiz bor. Mana 5 korpusli katta pered plujnik обязательно bor, bularda hammasida mana qo'yilgan, ko'ryapsizlar. Maza qilib ishlatsa ham bo'ladi. Og'irligi 1,5 tonna. Atval ham bor-ku, 50 dan balanda o'zi ham. Chunki mana ko'ryapsizlarmi? Dolotalarini ham spetsialniy olmaslik qilib chiqarilgan, чтобы yerga kirganda qattiq yerda qiynalmaslik uchun do'stlar. 1,5 tonna og'irligi 260 dan baland bo'lgan traktorlar uchun bemalol mos tanlov hisoblanadi. Bundan tashqari mana mini 3 korpuslik, 4 korpuslik puluklarimiz bor. Aylanma puluklar 35 santimetrgacha atvallari bo'ladi. 450 kilogramdan 650 kilogramgacha og'irlikda bo'ladi. Buni har doim ishlatadigan dejurnida traktorlar Belarus, MTZ ko'pda bo'ladi, LS bo'ladi, Farmlet, Solis xohlagan traktorga qo'yib maza qilib ishlatsa bo'ladi. Mana eng ko'p tarqalgan, bizda eng ko'p ishlatiladigan 4 korpusli обычный puluklarimiz hisoblanadi do'stlar. Bu O'zbekistonda yaxshi ko'radi, mana pered plujniklarigacha do'stlar qilib qo'yilgan, garantiyalari bor. Agroto Holdingsda 0% lizing asosida kelib 30% dan 50% gacha to'lov qilib, qolgan summasini bemalol 2 yilgacha bo'lib, bemalol to'lasa bo'ladi. Bundan tashqari mana mini traktorlar uchun bunaqa variantlarini ham olib kelib qo'yganmiz. 160 kuchlik traktorimga qanaqa aylanma puluk desa, mana aylanma pulukni dodasi. Xohlasanglar keyinchalik qo'shib olsanglar bo'ladi, og'irlik qilsa olib qo'ysanglar bo'ladi. Taroqli atvallari ham katta atvalli qilib qilingan. Dolotalari ham orqasida almasni qilingan, shu qiynalmaslik uchun keyinchalikka mana yer bilan yurgan vaqtda bunaqa baquvvat materiallarda qilgan garantiyalari bor. Mana 5 korpusli puluklarimiz bor do'stlar. Bundan tashqari mana klassik puluklarimizni ham aytib o'tib ketamiz. Bu klassik puluklarimizga aksiya berganmiz do'stlar. Shoshib kelib olib qo'ysanglar bo'ladi. Mana 3 korpusli, 4 korpusli, даже 5 korpusliklarigacha bor. Klassik puluklarimiz bular. Bularda ham ballonlarigacha bor. Bular mini traktorlar 40-60 dan boshlab 160 gacha bo'lgan traktorlar bemalol olib foydalansa bo'ladi. Do'stlar, pastda nomer qoldiraman, shoshib qolamiz. Xohlaganlar 0% lizing ham xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Olovda ayamaymizda do'stlar. Bu videomizni maksimal darajada puluk qidirib yurgan do'stlarga yuborib qo'ysak manfaatli bo'ladi.